Nizomiddin Abdulkarim Boyxo'ja o'g'li Bahodir Yalantosh Tangri taoloning inoyati bilan Nur ota maskani Olchin ulug'ida dunyoga kelmish. Ilohiy qudrat bilan janglarda toblanmış, ilmli bo'lmuş. Yerga, vataniga bo'lgan mehri, sadoqati tufayli Tangri uni mansab ila siylamiş. Ehtirom Amirimiz Nizomiddin Abdulkarim Boyxo'ja o'g'li Bahodir Yalantosh bey hazratlari. Farmon Nizomiddin Abdulkarim Boyxo'ja o'g'li Bahodir Yalantosh Samarqand muzofotining amiri etib tayinlansin. Buxoro xoni Imomquli xon Men kim? Nizomiddin Abdulkarim Boyxo'ja o'g'li Bahodir Yalantosh ushbu amalda erkanman. El farovonligi, ulus roziligi, sarhadlarimiz tinchligi, iymon butligi, dinimiz ravnaqi, ilm taraqqiyoti, masjid va inshootlar bunyodkorligi, vatanga sodiqlik yo'linda Tangri guvohligida ont ichkum. Ilohoviy
Niyatingiz barqaror bo'lsin. Allohu akbar. Eshitdingiz, bek va beklar o'ng qanotim, qolgan amaldagilarning barchasi siyosat maydonimning oltin tayanchi, elning adolatli himoyachilaridir. Beklar hisobot bering. Amirim, menda 150 sarboz va 15 ming lashkar. Amirim, menda 200 sarboz va 20 ming lashkar. Amirim, barcha sarboz va lashkarlar sizning xizmatingizdadir. 18 ming olamni yaratgan Alloh nomi va fazli karami ila musohabaga kirishurmiz. Barchangizga ayonkim, bir necha marotaba Samarqandga kelib, Jo'ng'orlar hujumidan ozod etganmiz. Ammo meni bir jiddiy sabab tinchligimni buzmishdir. Zaminning sayqali bo'lgan Shahristonimiz g'aribonlik sari yuz tutganligi hushimni oladi. Ayniqsa Registon ahvoli bir holga kelib turkim chidab bo'lmas. Bek janoblari, Amirim, sizning maslahatingiz men uchun zarurdir. Shu yili Mirzo Ulug'bek madrasasining ro'parasida bir madrasa barpo etmoqlikni niyat qildik. inshaalloh. Amirim, g'oyat ulug' ish. Ammo xarajatlar. Inshoot uchun ketadigan xarajatlarning barchasi bizning shaxsiy hisobimizdan bo'ladi. Shu sababdan bo'lishga iymonli, diyonatli, katta iqtidor sohiblari me'mor Muhammad Avaz va usta Abdujabborlarni jalb etganmiz. Me'mor janoblari, sizlar shunday bir madrasa barpo etingizki, ul madrasada elimiz ravnaqi, qudratimiz, g'ururimiz, dinimiz jilolari barq urib tursin. Bosh ustiga amirim. Inshaalloh amirim. Bek janoblari, Amirim, inshoot xarajatlarini o'zingiz qo'yningizga olasiz. inshaalloh. Kerakli sarf xarajatlarni xazina bog'ida taqsimlab, so'nglab bayonot qilursiz. Ha aytgancha, kerak bo'lsa bu ishga o'g'lingiz Nabuxujani ham jalb etishingiz mumkin. Bilishimcha u yigit iymonli, e'tiqodli ekan. Biz sizga ishonurmiz. Ishonchingizni oqlayman, amirim. Barakalloh. Amirim, ma'zur tutgansiz. Buxoro xonim Imomquli xondan maktub kelmish. Siylag'onni bilmagan jang maydonida siylanur. Sulton Abuli xonning marhamatiga noshukrlik qilmish. Noshukrlik esa Tangriga ham xush kelmas. Mahmud boyon, buyuring, tezda tayyorgarlik ko'ring. Bosh ustiga. Hammangizga ruxsat. Marhaba. Nima gaplar?
kitoblar. Hisob kitob. O'zini yo'qot bularda. Amirni bu safar ham qo'li ustun keldi. Qaniydi iloj bo'lsa. Xonada turib yuragiga xanjarni ursang-da. Amir. Ajalga tik boqqan yalangtosh. Bu safar jasorat ko'rsatdi. Ammo navbatdagisida ming qudratli bo'lsa-da, qutula olmas. Hali bizni kimligimizni bilmaydi. U shohida yurgan bo'lsa, biz bargida yuramiz. Shunami xo'ja? Buxorodagi Totli Salomonda yashaydigan Jumg'or Sarroq ishlaring sust deb malomat qildi. Siz til qaytmaydi deganingiz. Sekinroq. Shuning uchun men qurilishga qilgan mablag'larni hammasini Devorni ham qulog'i bor. qachongacha yurak qovushlab yashaymiz, ha? Sizlarning qilmoqqa va'da bergan jumg'orlar nimaga harakat qilmaydi? O'zingni qo'lga ol. Hammasi asta-sekin bo'ladi. Xavotirlanma. Ammo lekin yosh me'mor Muhammad Avazdan xavotirdaman. U o'ta sinchkov yigit. Hamma ustalar bunga bosh egadi. Yana bir gap. Hozircha maktub tutganman. Amir nomi. Samarqand ahlini Amir Buxoroga qarshi qayraydi. Xon farmonini mensimay, g'aznani o'z bilganicha ishlatdi. G'ayridinlar ishida moyilligi bor deb bitib qo'ygan. Mana endi maktubni Buxoroga yetkazish qoldi. Sen o'zing ishongan odamlaringni ikkitasini top. Maktubni yetkazib qaytgach, ikkalasini ham yo'q qilasan. Yo'q qilaman. Shunday. Jumg'orlarni bizga beradigan tillolari nimalarga tengligini bilsang edi. Saroyda amirni yoqtirmaydiganlar bilan maslahatlashib ish olib boraman doim. Ishonchli odamlarim bor. Aytganingizdek qilaman ota. Sirlarimiz oshkor bo'lgan taqdirda ham siz bilan meni qo'llaydi. Qo'llaydir o'g'lim, qo'llaydir. Gap 3-4 tanga haqida ketmayapti. Bahodir Yalangtosh o'zini halol ko'rsatib, katta ishni boshlagan. Unga to'sqinlik qiladigan hech kimsani ayamas. Bizni xavotirga qo'yadigani shuki, Yalangtoshni Imom Qulixon qo'llab turibdi. Gapga quloq sol. Registonda ustalar orasida bir voqea sodir bo'ladi. Agar bu ishni uddasidan chiqsak, oshig'imiz olchi bo'ldi deydi. Xon esa amirdan ko'ngli qoladi. Shu bahona amirning atrofdagilarga qirg'in keladi. Xon Samarqandga yangi amir izlab qolganda mendan o'zga loyiq odam topilmas o'g'lim. Yana bir gap. Og'aylarga tayinlab qo'ygan. Registondagi bozor buzilib, yerlarni hokim olib qo'yadi. Ko'chada qolasizlar degan mish-mishlarni tarqatmoqda. Ko'pchilik g'azab otiga mingan. Bilmadimi ota? Amirimizga hech kimsa yetkazmaydi. Nima? U kishi o'zlari sezadi. Alloh unga shunday qobiliyat berganki, inson ko'zlaridan niyatini o'qiy oladi. Endi nima qildim? Ustalarning haqqini
boshqa ishimizga sarflab qo'ydik ota. O'zingni qo'lga ol. O'zingni qo'lga ol. Ustalarning haqqini boricha tarqat. Qolganini tez kunda berajakligini va'da qil. Qolganini ham ko'zdan yo'qot, ishga kirish bora qol. Ota, yana bir gap. Xo'sh, Shu haligi malikamiz Oybibi. ha, shoshma. Oy bibi. Xo'sh, nima gap? Menga turmushga chiqishga rozi bo'larmikan axir haligi usta? Qo'ya buloq. Nima deyapsan? Nima deyapsan? Bilib qo'y, malikaga sendan boshqa nomzod yo'q. Nima? Unda o'sha yalang oyoq Muhammad avaz olib ketsinmi? O'zingni qo'lga ol. Dadil bo'l. Tushundim. Ishga kirish. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Azizlarim, muborak bo'lsin. Singlim, opajon, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Otamiz tani ustidan g'alaba qozonmiş. El ulus xursand. Shahar ko'chalarida bayram. Biron bir insonning yuzida qayg'u ko'rmaysan. Opajon, muborak bo'lsin. Malika, sizga yana ne bo'ldi? Bayram tarobatidan bahra olsangiz bo'lmaydir? Kecha Registon maskani tomon borgandim. Mana qancha vaqt o'tdiki, bunyodkorlik ishlari sust ketmoqda. Buning sababini so'raganimda yetishmovchilikka borib taqalayotgan emish. Malika, bu hol sizga ne darkor? Buni o'ylaydirg'onlar bor. Alar o'ylasin. Alar o'ylamaydur. Demoqchimanki, bu bunyodkorlikni alarga qizig'i yo'q deydi go'yo. Ammo amirimiz otamiz davrida ulkan loyihaga qo'l urilganligi bu katta shijoatdir. Uni birgalashib hammamiz amalga oshirmoqligimiz shartdir. Malikam, Volidam, onajon. Malikam, nega buncha sarosimalik ko'rinursiz? Bunday hollarda inson sabr qanoatli bo'lishi shartdir. Sabr qanoat qilgan insonning ruhi o'sadi, yuksaladi qizim. Otangiz bu ishni boshlamishmi? Albatta oxiriga yetkazadir. Duo qilaylik. Duolarimiz ijobat bo'lur. Albatta volidam, inshaalloh ijobat bo'lgusidir. Bu xususida otamiz me'morlar bilan gaplashgandirlar. Shunday. Qani qizlar? Otangiz jangdan g'alaba bilan qaytmish. El yurt shod, hamma xursand. Biz ham xursandchilik qilurmiz. Tezda tayyorlaning. Volidam, Akajon, singillarim. Malikam, Sardoram. Ehtirom, amirimiz tashrif buyurdilar. Marhaba. Qani, marhamat. Xush vaqt bo'ling. Otajon, uzoq vaqt
xursanddirki, bir oila jam bo'lib suhbatlashmagandik. Allohga behisob shukrlar bo'lsinki, shu kunlarga ham yetdik. Alhamdulillah o'g'lim. Amirim, sizni sog' salomat ko'rib, boshimiz ko'kka yetg'usidir. Omon bo'ling qizim, omon bo'ling. Sabo keldingiz, amirim. Mehribonim. Voy bibim. Alhamdulillah. Safardan qaytganimizga bir muncha vaqt bo'lgan bo'lsa-da, birga suhbatlashish nasib etmay turgan edi. Tangrining yozgani bugun ekan, suhbatlashamiz inshaalloh. O'g'lim, salomatligingiz yaxshimi? Tabiblar aytmish muolajalarni qilmoqdasiz. Albatta otajon, barisini qilmoqdaman. Sog'ligingizga qarangiz, siz biz uchun qadrlisiz bo'lasiz. Tashakkur. Ha, aytgancha, tirandozlik, qilichbozlikka mehr qo'ygan emisiz. Sizning bu mashg'ulotlaringiz bizni xushnud etmoqdadir. Ming bor tashakkur otajon. Omon bo'ling. Digina begim, ne gaplar? Farzandlarimiz tinchmi? Shukur. Hamma sog' omondir. Amirimizning o'zlari safarda qahramonlarmi? Rahmat. Tashakkur. Ishlar bilan ovora bo'lib, sizlarga vaqt ajrata olmadim. Ona qizim, nabiralarim, oilang tinchmi? Rahmat otajon, hammamiz sog' salomat. Omon bo'ling ilohim. Oy bibim, Labbay. xo'sh qizim, she'riyat ahli neymiş? Otajon, deyilmishki, Kimgadir ne'matlarning shakar qandi yaxshidir. Kimgadir hamd sano, ixlosmandi yaxshidir. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Lek otaning himmatidan ustoz pandi yaxshidir. Qani endi siz? to bo'lmas ekan o'zlikdan foni yufat. Butkul yuvilib ketmas ko'ngildagi gap. Bo'l nafsi havodan u jahondan ozod. Qoch turfa yomonlikdan agar bo'lsang mard. Qoch turfa yomonlikdan agar bo'lsang mard. Tasanno qizim. Fuzuli, Bedil, Navoiy, Bobur g'azallarini o'qiganingiz, olgan bilimingiz bevasini sezadurman. Shuni bilingki, ilm olmoq har bir mo'min va mo'mina uchun farzdir qizim. Ko'z tegmasin. Shukrkim bergan tarbiyamiz izsiz ketmabdir. Aslo amirim. Farzandlarimizdan nega ko'rayotgan bo'lsak, buning asnosida sizning bergan tarbiyangiz, bergan ilmingiz yotadir amirim. Tashakkur. Men neki qilayotgan bo'lsam, avvalo Alloh rizoligi uchun qildim. Ammo safardan qaytgach shahrimizni aylanib ta'bim qira bo'ldi. Bunyodkorlik ishlari susayib turdi. Otajon, mudarris va talabalarga yaratilgan sharoitdan ko'nglingiz to'lmagan ko'rinadi. Xuddi shunday o'g'lim. Safar oldidan chiqargan qarorimiz ijrosi cho'zilmish. Lekin inshoot qurilishi shu yildan boshlanishi zarurdir. Otajon, buni qarangki, ismingiz abjad hisobida Bahodir. 816 raqami. Yalangto'sh esa 212. Jami 1028 hijriy sanasini hosil qiladi. Ya'ni siz aytayotgan qurilish boshlanish yilini. Demak, madrasa Yalangto'sh Bahodir sanasida tarix sahnasida qad ko'tara boshlar va o'z nomi bilan mangulikka qo'yilgan tamal toshiga aylanar ekanlar. Otajon, bunda albatta ilohiy bir ishorat bor. Niyatingiz ijobat bo'lsin amirim. Tashakkur. Lekin o'g'lim bu niyatga bel bog'laganimizga ancha bo'ldi. Bundan tashqari ulug' pirimiz Maxdum Azam hazratlari maqbarasiga eltuvchi yo'lda daryo ustiga ko'prik va masjid qurishni ham boshlaganmiz. Otajon, ruxsat bersangiz, bu ezgu ishlarda kamina ham istagingizga qarab xizmatingizda bo'lsam deyman. Ilohim niyatingizga yeting o'g'lim, niyatingizga yeting. Tashakkur. Amirim, ma'zur kelsiz. Sizlarga ruxsat.
Keling Sardor. Xo'sh, nima gap? Amirim, qalmoqlar elidan tahlikali xabarlar bor. Juvonlarning niyati jiddiy ko'rinadi. Boboxo'ja bosh begingiz Boboxo'ja Muslim o'g'li Nabixo'jadan Imom Qulluxonga maktub yo'llamiş. Maktubda xonga qarshi ekaningiz, Safoviylar bilan tilingiz birligi, Boboxo'ja kabi xonning sodiq qullari jabr ko'rayotganligi, xazinani saroy ehtiyojlariga emas, madrasalar qurish bahonasida xayf etayotganingiz, madrasalar bahonasida bozor ahli yerlarini ham zo'rlik ila o'zlashtirayotganingiz, xalq norozi ekanligi, agarda bunga chora ko'rilmasa, ulusning sabr kosasi to'lgan isyon hidi kelayotganligi batafsil aytib o'tilgan amirim. Bir kichik tadbir bilan shu maktubni qo'lga kiritdik. Gap bu yoqda deng. Jonivorlarning jonlanib qolganiyu madrasalar qurilishining oqsayotganligi sababi oydinlashdi. Boboxo'ja Muslim va uning yaqinlarini kuzatishni kuchaytirdi. Qolganini bizga ruxsat. Mahmud Boyon zudlik bilan mashvarat chaqiring. Bosh ustiga. Ehtirom, amirimiz tashrif buyurdilar. On 18 olamni yaratgan Alloh nomi va fazli karami ila anjuman oliyga xush kelibsiz. Barchangizga ayonkim, Mirzo Ulug'bek madrasasi ro'parasida bir madrasa barpo etmoqligini niyat qilgan edik. Inshaalloh. Ammo ko'rib turibmanki, ahvol tang, hech ish siljimagan ko'rinadi. Gap shundaki, har kuni shahrimizga o'nlab karvonlarda kelgan ahli tijorat bu madrasalarga qarab ahvoli ruhiyatimiz, e'tiqodu salohiyatimizga baho beradi. Shundan tashvishdaman. Bular ortida nelardir borday. Amirim, gaplaringizga qaraganda ko'nglingizda qandaydir shubha oralagan ko'rinadi. Saltanatimiz sizning soyai davlatingizda gullamoqda. Shifoi ajab ermaski, Bag'dodu Muborakda ham yo'q ersa. Ammo yakkash Buxoriy sharifda bordir. Siz qurdirgan binolar ondan chandon ziyoddir, amirim. Xo'sh, endi andin qanoat qilsak yarashurmi? Amirim. Yo'q. Qanoat qilmoq o'z ovozi-yu patlariga mahliyo bo'lgan parrandaga yarashur. Siz sanab o'tgan madrasalar kamolotda ham, turkda ham hiyla befayzdir. Alar ko'nglimga o'tirishmagan, ustiga ustak zabni ham qo'zg'amaydi. Sizlar shundayin bir madrasa barpo etingiz kim? Ichi va tashi bir-biriga mos bo'lsin. Xo'sh, aytinglarchi, shu vaqtgacha qurganlarimiz maqtovga arziydimi? Mehnatingiz
haq rizosi debmi yoki nafs rizosi uchun? Agar Mulla Abdujabbor shogirdlari bilan sayqal bergan Dorilshifoni aytmasa, hali ko'zga ko'rinarli imorat solinmadi. Bunaqada kelgusida me'morchiligimiz falonchi amir davrida o'lik qiyofaga kirgandir deb malomat qilmaydilar. Samarqand ruhi zaminning sayqalidir. Ayniqsa u Sohibqiron Amir Temur davrida kuch qudratga to'lib, jamoli quyoshni uyaltiradigan darajada edi. Xo'sh, aytinglarchi, nega endi uning keksaygani bilinadi? Bir qosh qorindan keching amirim. So'zlangiz. Ajdodlar dasti uzun bo'lgani aqli mo'minga ayondir amirim. Sohibqironi zamon Amir Temur Ko'ragoniga ishorat qilurmisiz? Yo'q amirim. Mirzo Ulug'bek Ko'ragoniy hazratlarining tabarruk nomlariga ishorat qilurmen. Bizlar ham ularning avlodlarimiz. Shunga yarasha ish qilmoqligimiz zarur emasmi? Amirim, men bu fikringizga mutlaqo qo'shilaman. Xo'sh, Ammo dast kaltalik hunarda ofatdir. usta, siz kaminaning dastini kalta bilurmisiz? Amirim, men dast Yanglishursiz. Agar siz shogirdlaringiz ila meni qo'llab tursangiz, Registon maydonida bir emas, 2 madrasa barpo eturmiz. Men va shogirdlarim hamisha xizmatga shaydir. Xazinabon, inshoot uchun ajratilgan xarjlarni 2 barobar ko'paytiring. Endi Registon maydonida bir emas, 2 mahobatli madrasa barpo eturmiz. Ana o'shandan keyin shahrimiz bemisol koshona majmuaga ega bo'ladir. Ustalar haqqini o'z vaqtida to'lashni ta'minlang. Bosh ustiga amirim. Endi hammangizga ruxsat. Mahmud Bayon buyuring. Jangi jadal bilan ovora bo'lib, shahrimizni qumsadim. Bir bozor aylansak degandim. Bosh ustiga to'g'ri o'ylabsiz amirim. Shahar aylanmoqni lozim topdir. Mahmud Bayonni o'ziga yaqin olib, hatto meni tinglashni ham xohlamadi. It hurra boshladi. Tishlab olmasdan burun oldini olmog'im zarur. Birodar, bu bozorga qovunning yangi hosili chiqibdi-da. Shuna akamulloh shu. Ta'mi yaxshimi ishqilib? Ya, akamulloh, nimalar so'rayapsiz?
bu qovun emas, asal-ku asal, qarang yedini. Bu qovunlardan bir tilim topgan kishining tishlari qamashib, tillari 8 joydan yorilib, bosar tusarini bilmay qoladir. Yegan bilan barakalloh. Ha, men sizni dehqon desam, tilingiz bozorda chiqqan ekan, ha? Ha, bozor oyimizda akamlar. Ha, bu narxi qancha buni? Bir tanga bersangiz yetadi. Akamlar. Bir tanga? Namuncha qimmat? Buncha pulni nima qilasiz? Bir amallaymiz-da. Birinchi hosilni narxi shu. Qolaversa buning uchun ertadan kechgacha dalada mehnat qilasiz. Quyoshning issig'ida zahmat chekasiz. Ha, bo'ldi. Tushundim. Mana hozir. Ha, birodar, Lapay. siz qovun sotganda biz qovun chiribmiz-ku. Hamyon uyda qolib ketibdi-da. Shunaqami? Birodar, shu qovuningizni mana shu kulohimga almashasizmi? Akamulla, hazillashmang, odamni xijolat qilyapsiz. Naqd asal nasiyasi kasal-da. Qolaversa bu quloqingizni bir tanga olmaydi. Shuning uchun shunaqa deng. bizni kechiring. Ha, yaxshi. Nima qilyapsiz? Tanimadingmi? Yo'q. Axir amirimiz-ku. Shunga kattaroq. Qovunni berib, quloqni ol. Tushundingmi? Bu kishi amirimizmi? Voy, birodar, hikmatim demang, bunga qaranglar. Bozorga amirning o'zlari kelibdi-ku. Assalomu alaykum, amirim. Ming bor. Va alaykum assalom. Tanimoqmizda, bir qoshiq qo'limizdan keching. Hijolat bo'lmang, birodar. Men o'zimni tanitgan emas. Bozorga qovun olish ilingizda kelgan edim. Qovun sizdan aylansin, amirim. Marhamat, amirim. Agar yo'q demasangiz, quloqingizga ham almashib qo'yaveramiz. Shunday deng. Qani marhamat. Oling. Ortimdan oling. Rahmat, amirim! Bu nima bu? Quloq, bu amirning quloqi. Amir kelibdi. Amirim, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hasanboy, hali o'tirib yotib, odamlarni laqillatib yuribsanmi? Qani tura qol. Shukr, amirim. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Bu Hasanboy, Labay amirim. qanday u? Qiziqchilik yaxshi ketyaptimi? Tirikchilik qanday bo'lyapti, tirikchilik? Tirikchilik shukur. Mana bozorda kunim bir amallayapti-da. Ha, yaxshi. Hasanboy, qani endi oldinga kelganimizda bir qiziq latifangdan eshitaylik. Yo'q, amirim. Amirga ham yo'q deb bo'ladimi? San qiziqchi, bir qizig'idan gapirchi. Mayli, qo'ymadingiz amirim. Shu desangiz amirim, ikkita jo'ra zerikib ketgandan qani kimni ko'zni zehni yaxshi ekan deb bir-biriga savol javob berdi-da. Xo'sh, haligi jo'rasi ham bunday qarab, ana daraxtni chumoli ketyapti. Ko'rdingmi? Ha? Mana shu nima desa, haligi jo'rasi ham qarab turib, erkak chumoli ekan. Yashavat. Hasanboy, sen kasbingni tashlama. Qiziqchilar ulus dardini ra'iyatga yetkazib turishadi. Baxshilar esa xalq dardini kuylashadi. Baxsi bilan qiziqchisini xo'rlagan mamlakat hech qachon yaxshilik bilan nom chiqarmaydi. Endi azizlarim, men bora qolay. Omon bo'lingiz. Amirim, bizni shunday xursand qilib bozorimizga kelib turing. Albatta kelaman. Bozorlaringizni bersin, omon bo'lingiz. Amirim, barakasini. Voy, odamlar, xo'sh, eshitmadim demanglar. Amirimiz Registon maydonida katta bir inshoot barpo etdi. Ana biz ham bora qolaylik. Haydaka shoshamiz. Bilasiz me'mor janoblari, biz ikkimiz shunday muqaddas diyorda sharaf ila xizmat qilmoqdamiz. Inshaalloh usta, inshaalloh. Boshida hamma ishimiz yaxshi ketayotgandi. Keyin amirimiz safarga chiqqanlardan so'ng ustalarning maoshi butunlay to'xtab qolgan. Barcha ustalar norozi. Bu ketishda ishlamaymiz deyishmoqda. Bu nima deganingiz? Nega buni bizdan xabarimiz yo'q?
keyin surishtirib bilsam, ta'minot mirzosi Nabixo'ja amirimiz safardan qaytsinlar, yangi farmon bilan maoshingiz to'lanajak deb ustalarga va'da berib, ularni ishontirgan emish. Usta, qanaqa farmon? Axir farmon chiqqaniga 6 oydan oshdi-ku. Bu yerda bir gap bor. Mayli. Bu masala yuzasidan amirimizga uchrashamiz. Hozir ustalarning holidan xabar olaylik. Qani. Ehtirom! Amirimiz tashrif buyurdilar. Buyursinlar. O'rningizdan turing. Assalomu alaykum amirim. Va alaykum assalom. Xo'sh, Mirzo. Bu nega ne to'polon ish o'rniga bedodlik? Bir tosh qonundan keching amirim. So'zlangiz? Bugun aynan shu masala yuzasidan yoningizga bormoqchi edik. Shoyatki o'zingizni ko'rib qoldik. Xo'sh. Ta'minot mirzosi Nabixo'ja janoblari 3 oydirki ustalar bilan me'morlarning haqqini bermayotgan emish amirim. Shunday amirim. Shu gaplar rostmi? Nechun bu qadar o'zboshimchalik qilursiz? Amirim, haligi hisob kitobda jindik chalkashlik bor ekan. Shu bois Jindik chalkashlik 3 oy mobaynida bartaraf etilmadimi? Axir senga ishonib butun inshoot hisobini topshirgan edim-ku. Nechun bu qadar o'zboshimchalik qilursan? Nonko'r! Amirim! Amirim! Bir qo'shib qolin. Jim! Bek janoblari! Amirim, Bu ne bedodlik? Qancha gap bo'lsa-da ko'z yumib kelayotgan edim. Siz mening bosh begimsiz. shundoq amirim. Yaxshi beklar hukmdor tani aqlining yarmidir. Shundoq. Afsus, ming afsus. Men o'zimga o'zim dushmanlikni ravo ko'ribman. Siz bilan bu masalani keyin gaplashamiz. Mana bu nonko'rga esa 40 darrayu 6 oylik zindon. Bosh ustiga. ota, yordam bering. Ajaring! Qo'li bor ota, yordam bering. Amir, shafqat qiling. Ammo xatolik o'tibdi, kechiring. Xazinabon ishchilarning haqqini zudlik bilan to'lab bering. Bosh ustiga amirim. Janob bek, bu ne holki meni aybdordek ko'rmoqdasiz? Kim sizni aybdor sanadi? Qarashlaringiz bek. Qarashlarim? Unda eshiting. Qarashlarim aybdorni to'g'ri topmishdir. Vaqti kelib bu ishingiz uchun javob berasiz. Janob bek, aybli mendan emas, noshud o'g'lingizdan axtaringiz. Ha, yana shuni bilingki, noshudlik ham tug'ma nogironlik kabi otadan o'tadur, otadan. Salamulla! Ko'ramiz. Aybingni topib, boshingga itni kunini soladi. Xato qilding, Amir.
xato qilding. Bugun sen tomonidan otilgan paykon meni yuragimni yaraladi. Vaqti kelib bu paykon o'zingga qaytajak, Amir, o'zingga qaytajak. Amirim, ma'zur tutmaysiz. Asal qadariga tijoratchi ayol kelmish. Ne deb javob beray? Tijoratchi ayol Shunday. marhamat chorlarning Boshi ustiga. Marhabo, buyursinlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling singlim. Alloh amirimizni martabalarini ziyoda qilsin. Tashakkur. Arzingizni so'ylangiz. Amirim. El orasida karvonsaroy va bozor buzilarmish degan gaplarni eshitib, biz savdo ahli tashvishda qoldik. Axir amirim, bola chaqalarimizni rizqi mana shu bozor do'kondan keladigan foydaga qarab qolgan bo'lsa, bu joylar buzilib xonlik ixtiyoriga o'tamish. Bundan tijorat ahli kuyib qolarmish degan gaplardan bezib, ayol boshim bilan huzuringizga arz qilib keldim amirim. Fuqaroning arz bilan kelishi bu ra'iyat ishlari joyida emasligiga dalolatdir. Mahmud Poyon, buyuring. Bu ayolning arz bilan kelganini boisini bilurmisiz? Avvalo shuni bilingki, biz yangisini qurmasdan eskisini buzmasmiz. Siz buni savdo ahliga yetkazganmisiz? Amirim, Sarbozi xodimlaringiz bozoru kapponlarda hech kimning buruq orlamasi to'g'risida elga aytdilarmi? Siz nega mashg'ulsiz? Ulus roziligini istasang, bozoringlar mozoriga tegmaydigan naqldan xabaringiz bormi? Bilmas ekansiz. Saroyga mana bunday ko'zi yoshlilarning kelishi adog'i bilmas. Axir men sizga ishongan edim-ku. amirim bir qosh qonundan keching. Men qo'l ostimdagilarga tayinlab berdim. Ammo orqasini surishtirmabmen. Bundan keyin bu ishlarning boshida uzun tururmen. Bosh ustiga. Singlim, biz qaror qildikki, xususan meva-cheva bozori va karvonsaroyga Bilixonim masjididan orqasidan bir joy mo'ljalladik. Hozirgi joyingizdan-da go'zal, ozoda bir tartibda qurilgan do'konlardan bersak, eski do'koningizni buzib, o'rnidan madrasa barpo etsak, farzandlaringiz ilm olsalar, haqni tanisalar, ne derdingiz? Amirim, Alloh umringizni ziyoda qilsin. Singlim, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Eski do'koningizni buzsak, haqqini bir necha marotaba qilib beramiz. Shuni bilib qo'yingki, Samarqand zaminida hech bir fuqaroning jon-moliga ozor yetmas. Agarda bironta amaldor yoki sarboz ozor yetkazsa, javobsiz qolmas. Amirim, zero siz xalq otasidirsiz. Yana bir bor boshimizda sizdek panohimiz borligiga ko'nglim xotirjam tortdi. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Omon bo'ling. Endi sizga ruxsat singlim. Boraman. Amirim, dunyo turguncha turing, amirim. Tashakkur. Amirim, siz chiqargan farmoyishni bozor ahliga yetkazdim. Ular sizdan minnatdor bo'lishdi. Keyin usta Abdujabbor ila me'mor Muhammad Avaz kelmish. Chorlangiz. Bosh ustiga. Marhabo, buyursinlar. Amirim, madrasa tarxidan nusxa keltirdik. Marhamat.
qilangiz? Amirim, madrasa 4 burchak 2 qavatli bo'lib, bosh tarzining 2 yonida gumbaz va baland minoralar joylashgan. Peshtoqning bir tomonida gumbazli darsxona, ikkinchi tomonida esa masjid joylashgan. Hovli atrofidagi 54 ta hujraning oldi ravoqli ayvon bo'lib, yozda darsxona vazifasini o'taydi. Mudarrislar uchun ham alohida xonalar bo'lur. Bu esa kelgusida qurilajak imoratning nusxasi, amirim. Tushunarli. Qani endi siz? Amirim, qurilajak madrasaning bezak uslubi o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Me'morchiligimizda alohida o'rin egallagan chok, yirik handasaviy sus, kufiy yozuvli naqshlardan foydalanamiz. Naqshlar va gulbandlari feruza va zarhal ranglardan iborat bo'ladi. Samarqand obidalariga xos bo'lgan me'moriy uslubni yuzaga keltiramiz, amirim. Bu madrasa Sohibqiron saltanatining timsoli bo'lsin. Bosh ustiga Amir Temur bayrog'i rangidan ham keng foydalaning. Sizlarga ruxsat. Yana bir gap. Madrasa peshtoqiga ne bitilajak? Amirim, biz shunday qarorga keldikki, Amirim, ma'zur tutgaysiz. Chimkentdan Chopar Rashid Xuntayji kelmish. sizlarga ruxsat. Omon bo'lsinlar. Marhaba. Amirim, siz biz uchun har doim xaloskor do'st bo'lib kelgan. Qolaversa shu el biylari salomini sizga yetkazgan ekan. Salomat bo'lishsin, bosh chochapari, bovurlarimiz ahvoli nechun? Ne shamollar uchirdi biz taraflarga? Amirim, bundan 5-6 yil ilgari O'rbuloqda Jahongir xonga yordam berish maqsadida qalmoqlarning 50 ming lashkarini tormor keltirgan. Qolaversa, bizning boylarimizni safofiylar va Eron bosqinchilaridan himoya qilganingizni hech qachon unutmaymiz. Salomat bo'lishsin. Lekin bu galgi tashrifingizning boisi nima? Amirim, shimolda qonun va obro' topmagan zulmorlar bizning yurtga ko'z tikishmoqda. Ularni bir bor adabini berib kelgandik. Lekin ularning sira aqli kirmaganga o'xshaydi. Buxoro xoni qo'shinlari o'z yurtiga qaytib ketishi bilan zulmorlar yana bosh ko'tarishdi. Ular ikkinchi bor bizning yurtga bostirib kirishdi. Bor umidimiz sizdandir, amirim. Mahmud Boyon buyuring. Oqshomga aniqli sarkarda va ta'minot begini huzurimga chorla. Bosh ustiga. Dashti Qibchoq eliga yordam masalasini kelishib olurmiz. Bosh ustiga. Ba'zi bir kaslar qilichlarimiz tug'ini sog'ingan ko'rinadi. Sizlarga ruxsat. Akajon, chaqirtirgan ekansiz. Ajoyib. Bu xususida otamga o'z munosabatlaringizni bildirib
vazifalari ko'pdir. Otamiz amirlik ishlari bilan bu masalalarga kam vaqt ajratayotganliklari mumkindir. Lekin biz otamizga munosib farzand bo'lishimiz kerak. U boshlagan ishni nihoyasiga yetkazishimiz shart. Ana o'shandagina go'zal ta'rif yaratish. Samarqand yer yuzining gultojiga aylanmoqi lozim. Mana bu qo'limdagi Registon maydonidagi 3-kichik madrasani loyihasi. Ajoyib, go'zal loyiha. Bilasizmi, akajon? Baland gumbazning firuzalay toshi bilan qoplanishini ham o'ylab ko'rish kerak. Bundan tashqari, qishning sovuq kunlarida yomg'ir suvlarining to'xtab qolmasligi, yozning issiq kunlarida esa hujralarga salqin shabada yetishtirilishini ham o'ylab ko'rish kerak. Bundan tashqari, uning atrofiga Non-violent. Whoever gets involved. Whoever is. What is it? Ey Allah! Ezgu işlerimiz amalga oshguncha sabr ayla. Sabr. Uzun arg'amchi uchib tursa qariydi, essizga boy begim yurib tursa qaniydi, bir tosh uchsa o'rtoqning salobati yo'qodir. Tosh ham uchdi tog'ingdan, sabr endi yalang tosh. Bog'idagi daraxtni bog'bonlari qadrlar, bir daraxting yiqilmish bandalik
Ey Xudo! Axir boybek jonim! Mening yakkayu yagona o'g'il dunyoda edi-ku. Saltanatni hurmatu tashvishlaridan xalos etganim uchun azob beryapsan. Amir Temur, Mirzo Ulug'bekning ishlarini davom ettirganim, ular vafotidan keyin o'nlab muzofotlarni mamlakatimizga qaytarganimiz uchun azob beryapsan. Chekkan azoblarim kammidiki, kelib ezgu ishlarimni davom ettirayotgan arizlarni yuragimda yulib ketdi. Nega yuragimni parchaladi? Tanrı'nın iradesi yetken. Ne diyorum Tanrı'm? Kızlarım, biz bandamız. Kısmakta yok bu uçan, al bu uçan o zattır. Otangiz halkning otasıdır. Biz o kishiga dalda bo'lishimiz shart. Chunki qurigan daraxt yashnamaydi. Biz shu daraxtning yıldızlarimiz, kızlarım. Bundan so'ng sizni biz otangizning suyanchiqlarimiz. Volidam. To'g'ri aytasiz, volidam. Sizning gapingizga kirib otamizga dalda bo'lamiz. Sizning otamning mehrli tarbiyangiz bilan ulg'aydik,
O'zbekning tasoddifiy vafoti hammamizni dog'iga qo'ydi. Nega tabiblar bu dardga davoga qo'ya olishmadi, volidam? To'g'ri-ku. Otangiz safardan qaytgan bo'lsalar ham Shovdardagi bog'imizga ketadilar. Yoniga yaqinlashadigan maddohlardan yiroq bo'lay deydilar. Onajonim, men bu holatni Ibn Arabshohning kitobida ham o'qiganman. Sohibqiron Amir Temur shunday yo'l tutgan ekanlar. Sohibqiron o'z fikrlarini jamlash hamda rejalarni puxta o'ylash uchun bazmu jamshidlarga bormas ekanlar. Chunki ziyofat kishi shijoatini so'ndirar emish. Onajon, o'rni kelganda men ham ko'nglimdagi bir gapni aytsam. Ayting qizim, ayting. Akam rahmatlining ishini biz davom ettirsak. Ha, volida. Shunday. Tillakorning qurilishi, moliyaviy taqsimot ishonchli qo'llarda bo'lgani ma'qul deyman-da onajon. To'g'ri aytasiz qizim. Akangiz boshlagan ishni biroq uddalashi mushkul. Lekin otangiz akangiz vafotidan keyin hukumat ishlaridan ham ancha sovigan. Otangiz ko'narmikin qizlarim? Ko'narlar albatta volida. Mana qarang onajon. Biz bu xususda akam bilan juda ko'p suhbatlashganmiz. Ko'ryapsizmi onajon? Akajonim bo'yni hatto chekmalarni ham tortlarni ham berib ketganlar. Men sizlarga ishonaman qizlar. Men sizlarga ishonaman. Bu fikringizni albatta otangizga yetkazaman qizlar. Hali zamonlar kelib, qancha tolibu ilmlar, ahli insonlar bu madrasani bunyod etgan otangizni eslaganlarida O'zbekning, millatimizning olchin qizlari deb sizlarni ham eslashadi. Savobi sizlarga ham tegadi qizlarim. Oh mening ona qizlarim. Yaxshiyamki sizlar borsiz. Akangiz yo'qligini bildirmayapsiz. Yaratganning o'zi o'z panohida asrasin. Shukurkim otangizning qo'sh qanotlarisiz. Shukurkim sizlar ila go'zal tarix yaralmish. Shukurkim otangiz yonida madadkorsiz. Tangrining o'zi o'z panohida asrasin. O'zi asrasin.
gapimga quloq oling. Bugun biz pok niyatimiz ila mana shunday inshoot barpo etdik. Hali ko'p inshootlar barpo etacakmiz. Bu madrasa va masjidlarda qilingan duolar savobidan mehnat singan barchaga tegishidan umidvormiz. Inshaalloh. Amin. Oy. Gapirsin. Musulmonlikda boshga qilich kelsa ham to'g'ri so'zlash buyurilgan. Xo'sh, aloyiq siz ham quloq tuting. Ko'rdikki, ulug' me'morlarimiz qo'ygan ushbu obida maqtovlar sarbidan titramoqda. Taassubki, faqir ko'z boqib qo'ymaydigan ushbu obida malohatida ikki qusur ko'radi. Qusur shunday amir. Saltanatimiz dini islomning quvvatidir. Unga qarshi harakat dinimizga ham dushmanlikdir. Bilamiz. O'zga dinlarda Vot Manotga, ya'ni quyoshga sig'inadilar. Amir, siz musulmonlar yurtlar aydinlari ishini qilib, madrasa peshtoqiga jonliqlar suratini chizdiribsiz. Endi bu yerda o'qilgan namozlar qabul bo'ladimi? So'ylang. Ikkinchisi shunday. Ul fuqaroni oxuga siz kabi dasti uzun hukmdorni sherga muzaydi. Ya'ni kim sher changalidagi oxu demak. Demak, siz shunday fikrdasiz. Otajon, Labbay qizim. otajon. Ijozat etsangiz, ushbu inshootni sharhlasam. Sharhlangiz. Dinimizda hunarmandlik saodatmandlik ekanligini ta'kidlaydi. Bu yerda hunarmandning yuksak mahoratidan o'zga narsani ko'rmaydirmen. Yo'lbars ila sherni yenggan mard kishi bo'yin egib tursa bu hayo ishi. Go'zal ijod namunasi amirim. Muazzam peshtoqqa ikki falak burji inshoot etilmish. Quyosh yil bo'yi o'z chizig'ida joylashgan 12 yulduzlar turkumini, ya'ni 12 burjini bosib o'tadilar. Ilm nujum sohiblari ana shunga binoan yulduzlarni hayvonlarga mengzaydirlar. Shunga binoan 5-oy Asad, ya'ni sher, 10-oy Jadi kit qiyofasida tasavvur qilinadi. Quyosh esa bodom qovoq, qiyiq ko'zli qilib tasvirlangan bo'lib, yuzi zarhal tusli yog'du bilan hoshiyalangan. Quyoshning Asad burji ustida bo'lishi, ya'ni sher ustida bo'lishi sad, ya'ni baxtiyorlikka da'vat etadir amirim. Amirim, muazzam peshtoqqa ana o'shalar koshinkori bo'libdir. Juda to'g'ri anglabsiz qizim. Ustaning mahoratini juda to'g'ri talqin etdingiz. Bunga ne dersiz bek? Bu inshootga ilm ko'zi ila boqmoq zarurdir. Me'mor Muhammad Avaz va usta Abdujabborga yaratgan ijod hunarmandlikning yuqori cho'qqisidir. Shundoq ekan, ularning amallaridan yaratgan rozi bo'lsin. Inshaalloh. Shuni bilingki, bek janoblari, inson qalbida zarracha dog' bo'lsa, shayton ulayin shu dog'dan o'yib ko'radir. Qalbni esa g'albir qilur. Beklari fitnaga moyil bo'lgan yurtdan baraka qochadi. Siz esa bunday mansabga noloyiqsiz. Amir, Mahmud boyon, buyuring, olib keting bosh ustiga. Xalqim,
Şunu bilingki, Hazrat Alisherbek çelik tortmay olam ahli qalbini egalladi. Hindda jigarimiz Shohjahon bizning amallarimizdan ruhlanib, Toj Mahal atalmish Gavhar Monat imorat solishga kirishdi. Hali kunlar keladiki, jahon ahli bu joylarga intilgay. Bu madrasa masjidlar ilm va ma'rifat o'chog'i bo'lg'ay.